Qanaqa desang guli charchayasan. Uzunjon, to'yni chotki qilib o'tkazib bilasanmi? Dada? Dadasi qamalganini aytmagansiz-ku? Hammasi tez bo'lib ketganda. Sovuq ovqat yemaganimga yamanchi bo'lib ketuvdi. U yoqda sovuq ovqat beradim. Ha? Sen bari tushunmaysan. Dada nima qilyapsiz? Toza havodan bahramand bo'lyapman. Molxonani oldidami? Aytdim o'zim, bir necha narsani dikilyapti. Shuncha mehnat qilib boqqan ho'kizlarim qani? To'yga sotdik dada. Va shuncha ho'kiz bitta qo'ydi deb jalka ketibdi-da. Ha? Bash narsa. Onang qani? Onam sizni kutdi. O'ldimi? Yo'q, xolam uyga ketdi, ertadan qaytarkanlar. Nima yig'layapsan aka? Yozartyapman, ko'rmayapsizmi? Odam mehnat qilish kerak. Yomon ish qilish kerak emas. Yomon ish qilib men nima ko'rdim men? Mehnat qilish kerak. Sport bilan shug'ullanish kerak. Mehnat qilgan odam charchamaydi. Lekin men charchadim. Hozir kirib uxlayman. Uzr, dadajon o'zi qachon qamalganlar? To'yimizdan bir kun oldin. To'yimizga 5 kun bo'ldi-ku.